Shu uchun mehribon Robbimiz bizga buyuryaptiki, ko'p gumon qilmang va ba'zi gumonlar gunohdir. Ya'ni behuda, asossiz gumonlar albatta gunoh bo'ladi. Va bir-biringizni ortingizdan josuslik ham qilmang deydi Robbimiz. Demak, insonlar bir-birini ortidan doim josuslik qilib, aybini qidirib yuradigan bo'lsa ham, bunda ham demak, jamiyat tartibga kelmaydi, balkim o'zaro ishonchsizlik, adovat kabi narsalar jamiyatga urchiydi va bu narsa jamiyat uchun zararli ekan. Va oyatning davomida mehribon Robbimiz marhamat qiladiki, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ya'ni biringizni g'iybat qilmang. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, ya'ni sizlardan birortangiz vafot etgan birodarining go'shtini, o'likning go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi? فَكَرِهْتُمُوهُ, bas uni yomon ko'radi-ku. Demak, mo'min musulmonlar inson bir vafot etgan yaqin kishisining go'shtini tanovul qilishini mutlaqo xayoliga ham keltirmaydi. Bu biror bir insonni aqliga ham to'g'ri kelmaydi. Inson bu ishni pastkashlik ekanligini biladi va odamiylikka to'g'ri kelmasligini ham biladi. Demak, inson, mo'min musulmon kishi g'iybatdan xuddi ana shu darajada nafratlanishi kerak va o'zini tiyishi kerak ekanligi uchun ham Robbimiz bizga bu misol bilan g'iybatning yomonligini bayon qilyapti. Vattaqulloh, ya'ni bu borada Allohdan qo'rqing, Allohga taqvo qiling. Innalloha tawwabur rahim. Albatta Alloh subhanahu va taolo tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotdir. Bu muborak oyati karimadan ma'lumki, mehribon Robbimiz bizga nihoyatda ulkan yaxshiliklarni iroda qilib, ushbu odoblarni bayon qildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham muborak hadislarda marhamat qildilarki, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kimki deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, falyaqul khayra aw liyasmut, biror bir gapni gapirmoqchi bo'lsa, faqatgina yaxshilikni gapirsin. Aw liyasmut, agar yaxshi gap topolmasa, jim tursin deydilar. Demak, inson tilini boshqarishi, tilini g'iybatdan, gunohdan, bo'xtondan, yolg'ondan tiyishi islomda iymon darajasiga ko'tarilgan. Mo'min musulmon kishi o'zini, xususan tilini ehtiyotlashi kerakligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Boshqa bir muborak hadisda esa Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, ey tili bilan iymon keltirib, qalbi bilan iymon keltirmaganlar, musulmonlarni g'iybat qilmanglar. Kimki musulmonlarni kamchiligini axtarib, uni fosh qilib, obro'sini to'kishga kirishsa, Alloh uning kamchiligini qidiradi. Ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo birovning kamchiligini qidirsa, albatta uni uyining ichida bo'lsa ham fosh qiladi, sharmanda qiladi deydilar. Demak, muhtaram azizlar, bu g'iybat shu darajada bir yomon illat ekanki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ushbu muborak hadislarini sharhlagan ulamolarimiz aytadilarki, Payg'ambarimiz shunday xitob qilyaptilarki, ey tili bilan iymon keltirib, qalbi bilan iymon keltirmaganlar deyaptilar. Ya'ni kim bunday sifatlar bilan sifatlanadi? Albatta munofiqlar deydi ulamolarimiz. Demak, bu illat nifoqning illati ekan, munofiqlarning illatidan ekan. Mo'min musulmon kishi bunday illatdan nihoyatda uzoqda bo'lish kerak. Albatta inson xato,
kamchilikka ega. Lekin mu'min musulmon kishi doim o'zini nazorat qilib, amallarini nazorat qilib, xulqida, so'zida biror kamchiliklar ro'y beradigan bo'lsa, mana shu kamchiliklarni bartaraf etib, bu illatlardan qutulishga harakat qiladi. To u tirik ekan imtihonda bo'ladi. Kamchilikka yo'l qo'yishi mumkin bilmasdan. Mana shunday holatlarda tezda tavba qilib, demak, mu'min musulmon kishi o'zini ehtiyotlash kerak. G'iybatdan, bo'htondan, yomon gapdan o'zini tiyish kerak ekan. Boshqa bir o'rinda ulamolarimiz payg'ambar alayhisolatu vasallamning Me'rojga chiqqanlarini bayon qiladilar. Me'rojga chiqqanlarida ma'lumki payg'ambar alayhisolatu vasallam Jabroil alayhissalom bilan birga bo'lganlar. U yerda bir toifa odamlarni Janob Rasululloh ko'radilar. Ya'ni ularning tirnoqlari qo'rg'oshindan bo'lib, o'zlarining yuzlarini va kuraklarini tirnayotgan edilar deydilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Ey Jabroil alayhissalom, bular kim?" deb so'radilar. Jabroil alayhissalom: "Bular odamlarning go'shtini yeydigan va ularning obro'larini to'kadigan kishilar" deb javob berdilar. Demak, g'iybatchi inson faqat bu dunyoda darajasi tushadi. Allohning huzurida nazardan qoladi. Qalbidan hikmat yo'qoladi. Munofiqlik alomati unda bilinib qoladi. Va bu bilan birga demak oxiratda uning borar joyi jahannam ekanligi va jahannamda mana shu turli azoblar bilan, ya'ni qo'rg'oshindan bo'lgan tirnoqlari bilan betini, a'zolarini tirnab, o'zini o'zi qiynab, abadiy azobga duchor bo'lishini payg'ambar alayhisolatu vasallam xabarini bizga bermoqdalar. Mo'min musulmon kishi esa bunday holatdan, oxiratdagi bu holatni ham bilib, avvalo demak o'zini ehtiyotlash kerak. Qolaversa, bu illat, g'iybat shunday narsaki, jamiyatda insonlar orasida iliqlikni, o'zaro ishonchni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Va qolaversa, o'sha g'iybat qiluvchi insonni o'zini ham qalbi qorayadi. Balki payg'ambar alayhisolatu vasallamdan muborak hadis sharif boridki, inson har bir gunoh qilganida qalbida bir dona qora nuqta dog' paydo bo'ladi. Gunohlar ko'payib bordiki, uning qalbi butunlay qop-qora bo'ladi va natijada inson bu qalb bilan hidoyat topolmaydi. Ko'p hikmatlarni anglab bilmaydi. Ko'p narsalardan inson bemanfaat bo'lib o'tib ketadi. Shuning uchun ham muhtaram azizlar, ulamolarimiz bu illatdan, g'iybatdan saqlanishimizni biz sizga nihoyatda ko'p nasihat qiladilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dinlarimizga amal qilib, xulqlarimizni inshaalloh yomon illatlardan tozalab, yaxshi xulq egalari bo'lishlarimizni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va